Ruchnoy plysos qidirayotgan bo'lsangiz, shu video siz uchun. Dream R10S Pro ni bugun sizga obzor qilib beramiz. Tortish kuchi 150 Airwatt, ishlash vaqti 90 minutgacha. Chang konteyneri 0.6 litr. HEPA filtr qo'yilgan, anti-allergik xususiyatga ega. Ishlatayotgan paytingiz maksimum rejimda ishlatsangiz ham tovush balandligi 84 desibelgacha ko'tariladi. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. 5 xil nasadga, mebellarga, uy hayvonlariga, polga, gilamga ishlatish uchun hamma imkoniyatli va funksional tarafdan mukammal ishlangan. 3 xil rejimda ishlaydi, juda oddiy va sodda. Xuddi Dysonga o'xshab lazerning nasadkasi ham bor. Bu plysos qilish yana ham komfortli va ko'zingizga ko'rinmaydigan chang joylarni ko'rsatib berishni ta'minlaydi. Anti-tangle funksiyasi ham bor. Soch, ip, shunga o'xshash narsalarni zo'r yig'adi. Videoni o'zida ham mini test qilib berdik, ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Ishlashi, moshnasiga umuman savollar yo'q. Foydalanishga qulay, ixcham va plysos sizga maksimum komfort bera oladigan darajada yengil. Dreamy mahsulotlarni bizdan xarid qilishingizga yana bitta sababini aytib ketaman. Biz Dreamy brendini rasmiy hamkori hisoblanamiz va barcha mahsulotlarga rasmiy 1 yil kafolat beramiz. Xuddi shu plyosni bizning do'konimizga murojaat qilib xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari do'konimizga tashrif buyuradigan bo'lsangiz, ochiq holatda ko'p variantlarimiz bor, assortiment juda ham keng. O'zingiz ishlatib ko'rib, tanlab, o'zingizga qulayini xarid qilishingiz mumkin. Hammalarni do'konimizda kutib qolamiz.